Sizlarga arzon narxida uy topib qo'yganman. 3 xonali xonadonimiz. Manzilimiz Shayxontohur Ibn Sino 2, 5 etajkani 5-etaji. Eshikdan kirib kelamiz okalar. Bu yog'imizda prixoshkamiz kattagina, bu yoqga shkaflarni qilib yuborsanglar, birinchi xonasidan tushuntirib beraman. Bolalarimiz uchun spalni, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Hamma shart-sharoitlari qilingan. Gaz, suv, svetdan umuman muammosiz. Bu tarafimizdan взрослый spalni, xonalarimizda razdelniy variantda qilingan, hamma qulayliklari bor. Mahallamizda tinch, fayzli mahallada joylashgan bo'ladi. Bu tarafimizda zalimiz, sanuzellarimizni ko'rsatib o'tishim mumkin, akalar, ko'rib o'tishingiz mumkin. Bez remont variantida kelib bemalol remont qilsanglar juda ham zo'r variantda bo'ladi. Ideal variantdagi xonadon qolish uchun akalar 1-2-3 ming saqlab olasizlar. Bemalol 4-5 yil mazza qilib yashaydigan variant. Oshxonamizni ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yoqda o'tiradigan joylari ba'zi bir mebel texnikalarni qoldirib ketdilar. Oshxonamizning balkoni bo'ladi. Okalar, balkonni bo'lib yuborishgan, xohlasanglar sizlar bundoq devor tortib, zalga qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Hamma qulayliklari bor, okalar. Akalar, bunaqa imkoniyat umuman qo'ldan boy bermaylar. Hamma qulayliklari bor. Atrofda maktab, bog'cha, magazin, masjid, nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Bunaqa imkoniyat umuman qo'ldan boy bermaylar. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga $66 ming deb berib yuboramiz. Pastdagilarni men qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.